Hurmatli talabalar, bugun navbatdagi dars mashg'ulotimizni boshlaymiz. Demak, bugun 27-oktyabr, haftaning birinchi dushanba kuni Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi 301 va 302 guruhlarda ochiq ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Mavzuyimiz esa oliy ta'limdan keyingi ta'lim va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash nomli mavzu bo'ladi. Ushbu mavzu yuzasidan marhamat hozir sizlarni mavzu yuzasidan reja bilan tanishtirib chiqaman. Tayyorlash edi. Bundan oldingi mavzuni qani kim aytadi? O'tgan darsda biz qaysi mavzuni o'tgan edik? Umuman tendensiya degani o'zi nima? Shunga yana bir ochiqlik kiritaylik. Tendensiya deganda marhamat nima deydi? Tendensiya deganda ma'lum bir narsa hodisaning ma'lum bir tomonga o'zgarish, ya'ni rivojlanish tomonini tushunsak bo'ladi. Ya'ni bu O'zbekiston ta'lim tendensiyalari degan to'xtalib o'tgan bo'lsak, ya'ni ta'limning rivojlanish bosqichi, shu rivojlanayotgan qaysi tomonga rivojlanayotganini va shunga o'xshash misollarni keltirsak bo'ladi. Rahmat. Demak, tendensiyalar yangi. Xo'p, endi rejamiz quyidagicha, reja bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bugungi mavzuyimiz rejasi xorijiy davlatlarda oliy ta'limdan keyingi ta'lim dasturlari va malaka talablari, doktorantura tuzilmasi va shakllari, doktoranturani isloh qilish va muammolari va istiqbollari deb nomlanadi. Bugungi darsimizni, ochiq mashg'ulotimizning asosiy tayanch tushunchalar aynan demak, tayanch doktorantura, aspirantura, doktorantura, malaka talablari, mustaqil izlanuvchi, demak, ilmiy maslahatchi, ilmiy tadqiqot, doktorlik darajasining istiqbolli darslarida sizlarga taqdim etganman va shu bilan birgalikda elektron versiyasini ham sizga jo'natganman. Kelinglar endi avvalo birinchi bilet so'rov metodi orqali sizlar bilan o'zingizlarning fikrlaringni eshitishni taklif qilaman. Demak, birinchisi oliy ta'limda PhD ya'ni filosof doktor va DC doktor science ilmiy daraja haqida nimalarni bilasiz? Eshitganmisiz shunaqa nimani? Shunaqa jumlani, shunaqa lug'atni, shunaqa daraja haqida eshitganmisiz? Eshitganmisiz? Ilmiy darajalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ya'ni shu 4 yil bakalavr bitirgandan keyin 2 yil magistraturani o'qigan, magistraturani o'qigandan keyin o'sha biron-bir mavzu bo'yicha ishlab o'sha PhD o'qiydi. Ya'ni o'sha PhD ilmiy darajasiga ega bo'ladi. PhD ilmiy darajasidan keyin esa DC yoki shunga o'xshash ilmiy darajalar egallaydi. Mana shu magistraturadan keyin. Yaxshi, rahmat. Marhamat. Marhamat. O'zbekistonda aspirantura haqidagi o'zgartirish 2012-yilda o'zgartirilgan. Ya'ni ularning yillari qisqartirilgan, qaysilariga oshirilgan. Rahmat. Demak, shu ish haqidagi qarorlar chiqdi. Ammo 2016-yilda birinchi prezidentimizni mana shu 2012-yilda chiqargan qaroridan keyingi amaldagi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2012-yilda butun ta'lim sohasida juda katta islohotlar amalga oshirila boshlandi. Shu uchun ham 2012-yilda fevral oyida demak akademiklar bilan uchrashuv tashkil qilinib, o'zi bor yo'g'i 2 oygina prezident lavozimiga kelganlaridan keyin barcha yoshlar bilan, ilm oluvchi yoshlar, akademiklar bilan uchrashuv tashkil qildilar va akademiklar bilan uchrashuv tashkil qilingandan keyin hamda undan keyin yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil qilgandan keyin mana shu ta'lim sohasidagi bir qancha kamchiliklarga shaxsan prezidentning o'zlari e'tiroz bildirdilar va yo'q, bu qarordan ko'ra har bir yo'nalish tadqiqotchilari PhD ya'ni filosof doktor avval keyingina DC ya'ni doktor science ilmiy darajasini olish mumkin degan taklif bilan chiqdilar. Sababi akademik o'zini ko'rsatgani bilan, lekin aynan sohasini to'laqonli yoritib berolmadi. Shaxsan prezident oldida mana shu narsani to'laqonli ravishda yoritib berolmadi. Shu uchun ham bu jarayonga yo'q, biz ya'ni qilingan DC ishlarimizni ancha qisqartirib, bir nechta boblarni olib tashlagan holda ilmiy darajani olish uchun PhD ilmiy darajasiga harakat qilganmiz. Keyingi
savolga o'tamiz. Siz tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasasida ushbu mazkur ilmiy darajali ustozlarni bilasizmi? Podpolkovniklar barchasida bu unvon mavjud. O'zimizga kelib aytadigan bo'lsak, o'tgan yil 2-kursda taktik tayyorgarlik, otish tayyorgarligida bevosita hozir kuzatib o'tirgan podpolkovnik Egamberdek professor o'qituvchimizni o'zi yozgan kitoblarini o'qiganmiz. Rasm qilganlar. Demak, rahmat. Demak, umuman universitetimizda faqatgina o'sha faoliyatda ilmiy darajaga, ilmiy unvonga ega bo'lgan professor o'qituvchilarimiz aynan harbiy ta'lim fakultetida ham talaygina, deyarli hammasi ushbu ilmiy darajani olganlar va keyingi faoliyatiga ham ularga omad tilaymiz. Xo'p, Shoirxonim, kelajakda o'zi umuman bir rejangiz yoki maqsadingiz yoki orzungiz bormi? Mana shu hamma talabada har xil bo'ladi. Ayrim talabalar aniq maqsad qo'yadi. Yo'q, men albatta bakalavriatdan keyin magistraturaga o'qiyman degan. Sizlarda qanaqa? Bormi reja? Albatta har bir talabada o'ziga qo'ygan rejalari, maqsadlari bo'ladi. Xudo xolasa men ham bakalavriat yo'nalishini tugatgandan keyin albatta magistratura yo'nalishida o'qimoqchiman. Buning uchun chuqur izlanib, til sertifikatlarini o'rganib, o'zimni soham bo'yicha magistratura yo'nalishida o'qiyman. Rahmat. Demak, maqsadingiz bor, o'sha reja. Rahmat. Xo'p, keyingi oxirgi savolimiz, siz ilmiy daraja olish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Ilmiy daraja haqida. Mana hamma ustozlaring podpolkovnik, ham dotsent, ham dotsent, ham PhD ilmiy darajalari, ilmiy unvonlari bor. Mana DC ga harakat qilayotganlar bor. Sizlarda ham shunday reja, shunaqa orzu bormi? Bormi? Bor albatta. Demak, o'sha magistraturaga qadam qo'ygan inson, men o'zi har bir magistrlarga u o'zimni shogirdim bo'ladimi, o'zgani shogirdi bo'ladimi, umuman yuzlashib, suhbatlashib qolganimda har doim bitta gapni aytaman. Magistraturada o'qidingizmi? Shu ilmiy yo'ldan keting. Keyingi bosqichlar tayanch doktorantura hammasini o'qib, oliy ta'limga o'z hissangizni qo'shing deb aytaman. Turkiya qonun mustaqillikka erishganimizdan beri necha marta amalga oshirilgan? 3 marta. Qaysi yillar edi? 92. Yana oradan necha yildan keyin o'zgartirish kiritilgan edi? 97. Xo'p, keyin oradan mana shu 97-yildan keyin orada 23 yil nima qildik? O'sha 97-yilgi ta'lim to'g'risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturini nima qildik? Amalda qo'lladik. Ana tayyorlash va himoya qilish demak maqsadida mutaxassislikni chuqur o'rganishni talab etadi. U o'sha o'zidan o'zi hech kim mana shu oliy dargohda osmondan birdaniga o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bu yillar bir paytlar mana shu nimalarda, dargohlarda talaba bo'lib, bugungi kunda mana o'sha ilmiy daraja, ilmiy unvon egasi bo'lib faoliyat yurityapti va keyingi sohalarga ham harakatda yurishibdilar. Endi bu narsalar yildan yilga o'zining izlanuvchanligi bilan o'zining nihoyasini ko'rsata oladi. Jumladan bu yerda o'sha mazkur 12-moddaning aynan mana shu aniq yozib qo'ygan nimani ko'rsatmoqchiman. Tayanch doktorantura mustaqil izlanuvchanlik. Aynan ko'rib turibsizki, doktorantura bevosita bu boshqa, ya'ni PhD, doktorantura esa fan doktori, Doctor of Science. Demak, qisqartmasi esa DC deyiladi va bu ilmiy darajaga da'vogar izlanuvchilar uchun ishlab chiqarishdan ajralgan holda. Ko'rib turibsizki, bu PhD yoki DC ilmiy darajasini olganda bu yerga tahsil olish uchun ishlab chiqarishdan ajralgan holda tashkil etiladi va kadrlar o'zining ixtisosligi bo'yicha aynan oliy ta'limdan keyingi ta'limdagi shakl hisoblanadi. Tayanch doktorantura va doktoranturada o'qigandan tashqari bu yerda mustaqil izlanuvchanlik bor. Mustaqil izlanuvchilik ham xuddi PhD yoki DC bo'lib, faqat bular ishxonasidan ajralmagan holda, ya'ni ish tartibida ishlaydi
va o'zi mustaqil izlanuvchanlik nimasiga kirib bo'limida bu bevosita bular ham o'sha ilmiy darajalarga da'vogar shaxslar hisoblanadi. Bular ishlab chiqarishdan ajralmagan holda tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar ixtisosligi bo'yicha amalga oshiriladi. Va shu bilan birgalikda oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli hisoblanadi bu yer. Bu faqat farqi nimada ekan? Mustaqil izlanuvchanlik bemalol ishdan ajralmagan holda. Misol uchun aytaylik, men ham shu PhD ilmiy darajasini mustaqil izlanuvchanlik, ya'ni ishdan ajralmagan holda mana shu ilmiy darajani olganman o'zim ham. Chunki bir xil faqatgina bularda farqi, bularda davlat tomonidan stipendiya joriy qilinadi. Stipendiya joriy qilinadi, shuning uchun ham ishdan ajralgan holda deyiladi. Mustaqil izlanuvchanlikda esa stipendiya yo'q, chunki u davlat shu nimasida ta'lim muassasasida ish faoliyati olib borgani uchun u nima qiladi? Oylik maosh oladi. Doktorlik yoki so'zma-so'z falsafa doktori qisqartmasi qadimgi Yunonistondan kelib chiqqan. Hozirgi PhD deb gapiryapmiz, o'sha filosof doktor qisqartmasi aynan qadimgi Yunonistondan kelib chiqqan. Bu falsafa atamasining o'zi doktorlikka, aynan donolikka muhabbat degan ma'noni anglatadi. Ya'ni shuning uchun ham zamonaviy odam bu fanni hayotining ma'nosi haqida keng fikr yuritish bilan bog'laydi. Ya'ni aynan shu fan davomida, umri davomida, o'zining hayoti davomida shu ishlar bilan shug'ullanadi. Shuning uchun ham donolikka muhabbat. Masalan, hamma bakalavrda o'qib tugatib ketaveradi, lekin o'sha donolikka da'vogar insonlar sanoqli qoladi. Shuning uchun ham sizlar bilan o'tgan semestrdagi pedagogik mahorat modulimizda pedagogik qobiliyat mavzusida akademik qobiliyat haqida gaplashamiz. Ya'ni akademik qobiliyatga ega bo'lgan talabalar bevosita keyingi faoliyatida o'zining donoligini mehr qo'yib